qilganing uchun, tahajjud namoziga tura olmayotganliging uchun, birovni diliga ozor berganing uchun, birovni haqqiga xiyonat qilganing uchun, dushanba, payshanba ro'zalarni tutolmayotganligi uchun qayg'urgin. G'amgin bo'lsang, bugun Alloh uchun hech narsa qila olmaganing uchun, Alloh va rasulini mamnun qiladigan amal qila olmaganliging uchun g'amgin bo'lgin. Qayg'ursang bir faqirga yordam bera olmaganliging uchun, bir yetimni boshini sina olmaganliging uchun qayg'urgin. G'amgin bo'lsang, dunyoda bir burda non topolmayotgan, kasalliklar bilan kurashib dardiga davo topolmayotganlar uchun qayg'urgin. Qayg'ursang, Qur'oni Karimni o'qib, unga amal